Assalamu alaikum Oshqo'rning o'ruvchilari, bizning qattaluvchilar, jana shunday ele jilqa siyuvchilar, sayoqkeri, chavanlar, polvonlar. O'zbekiston Respublikasidan salom aytamiz. Taqdim aytganda Fergana oblusining So'x rayonida turamiz. So'xdan ekraningizlarda ko'rib turgan bir kuchli sotuvga chiqdi. So'xda ma'lumotlardan biri ekan, qanday ahvolda sizlar bilan cho'g'ib bo'lamiz. Atni bayqangizlar, biz bilan birga bo'lingizlar. Ko'rib turasizlar, atni kurchi Rauf Bek'ten satuğa çıktı. 5 kaşka gelgen bir krasavchik gelişken at eken. Emin ma'lumotlar çoğu yo'limiz bizden alыстаңыздар, attımda özünüzler görüp turasızlar. Bayqаңыздар tuğanlar, benim işçilerini tartağız. Yürüyemektin ma'lumotuna emin sizler bilen çoğu yo'limiz. Attı bayqаңыздар. Rauf, assalamu alaikum. Sen sol жақшы mı? At satuğa koyuldu. 5 kaşka bir gelişken. Öte sındığı at eken. Attın yaş kançada? 8 yaşar attım. 8 yaş? Parodas qanday attın? Bu bizimizden urganımız. Budyon. Budyon? Tuyaqtari taza, qazıqtari. Kuluk bu? Qanday hem qattiq chavat deb uloqtirga chavilgan. Qanday uloqtirga chavildi? Alaman uloqdan chopgan. Alaman uloqda chopgan. Sorunlari var bu attın? Klichkasi qanday attın? İmperator deb qo'ygan. Imperator. Boyu qancha chiqib bo'ladi? 1.70 plus 73 chiqadi. 72-73. Üstülері qanday üstülері? Qancha atqa chayin salinadi ham So'xda sizlarda qanday uloq bo'ladi? 300-400 at bo'ladi. 300-400 atda tekshirib olsa bo'laveradi, chavib ko'rib. Bir skoroustlarini ko'rib o'lchaymi? Dedimda chavib turgan ulog'i tolmayapti izlaganlar. Ekranda nomerlar bilan baylanishasizlar. Qanday sorunlarga salgan at? Ketdi-ku bu. Sorunları bor aka. Suutulup juradi, at chavilib juradi ekan, tayyor ekan, ha? Tayyor aka. Alat chavat bo'ldi. O'ta qattiq ekan skorusini ko'ringizlar. Mana skorus. Shamol ekan, ha, jonivor. Raket ekan imperator. Oho, mana o'zingizlar baho beringizlar tuğanlar. Jevich qanday attın? Jevich yaxshi zo'r aka. O'zi qattiq emasmi? Yo'q, o'zi yaxshi. Şu So'xdalar chavilganmi, boshqa joqlarga da chiqib yuraverdi. So'xda chavilgan. O'zingizlar ko'rib turasizlar atni tuğanlar. Imperator So'x rayonidagi bir tanimol atlardan biri ekan. Жақса esi bilan baylanishasizlar. Üçelerini daha bir yaxshilab tartib qo'yaman sizlarga. Ot Danliga o'ta yaxshi ekan, bunday qattiq yugurishlar. Üçelerini tartib yer hozir nima bo'lib ketdi? Rauf. Demi bu imperatorning bahosi qancha? 14 ming qo'ydik buni. 14 ming dollar. Xohlasa siylashuvlar bo'ladi, ha? Nomerlar qancha bilan ham? Plus 998 95 030 60 22 nomer WhatsApp, Telegram var, ha? WhatsApp, Telegram var ekan tuğanlar. Naatты gördüңүздөр imperatordu. Ekranga da nomerlerdi жазып калтырдык. Imperator жаққан болса байланышавересиздер туғандар. Алдынан арқасынан жақсылап сіздерге тартып көрсетіп қояды туғандар. Со'x районундағы танымал аттардың бири сатуға шықты. Анда Рауф саудаға береке берсин. Біз шуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туғандар. Саламатта калыңыздар.